2 yil oldin oyog'im og'ridi. Ikkita suyak orasida artroz chiqdi, tizan orasida suyuqlik yo'qolishi. Ancha davolatdilar. Effekti bo'lmadi. Og'riq kuchaydi. Andijonga bordik, bo'g'im orasiga ukol dedi. Men qildirmadim. Bolnitsada yotib davolanmasa dedi, operatsiyaga moyil bo'lib qoladi 5 yil ichida dedi. Internetga tiklab o'tirib bu chiqdi. Zora meni ham oyog'im yaxshi bo'lib ketsa deb tavakkal oldim. Bir kunda yetib kelar ekan. 15 kun iste'mol qilayotganimda og'riq o'ta kuchaydi. Bo'g'imizdan tashqari yana qaysi taraflari sizga foydali bo'ldi? Ko'chkaga berdim. Bo'g'imdagi ishlar qaytdi. Oyog'im shishib ketganda bo'g'imim ishi qaytdi, yaxshilik. Og'riq uyg'onib ketib, oyog'imga yig'sam ham og'ritdi, uzatsam ham og'ritdi. Bitta narsa ko'tarib olsam ham og'ritdi, ash holat edi. Bitta flakondagisi qoldi. Hozir menda og'riq ancha yaxshi. Kompaniyamizdan ko'nglingiz to'qmi? Ko'nglim to'q. Sizda ham bo'g'im kasalligi bo'lsa, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing va bepul konsultatsiya oling mutaxassislarimizdan. Afiya kompleks, tabiiy tarkib, mukammal yechim. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Assalomu alaykum, bizni hurmatli kuzatuvchilarimiz. Mana bugun biz Namangan viloyati Namangan shahriga keldik. Nargiz opamlar bilan suhbat qurgani. Bulardagi artroz, ya'ni ikkita tizza bo'g'imini orasidagi sinmeal suyuqlik kamayishi va suyak yemirilishi bo'yicha Afiya kompleksini doimiy ravishda iste'mol qilib kelyaptilar. Xudo xohlasa, suhbat davomida yana ham to'laqonli ma'lumotlarni o'zlaridan eshitamiz inshaalloh. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat, o'zingizchi. Avvalambor sizga kattakon rahmat. Yo'q demasdan uyingizga mehmonga chaqirganingiz uchun va savobga sherik bo'layotganingiz uchun rahmat kattakon. O'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot berib tanishtirasiz. Ana undan keyin suhbatni davom etamiz. Ismim Nargiza, familiyam Madrahimova. Xo'p, o'zim firmada ishlayman. Agent bo'lib. Agent bo'lib. Xo'p, 2 yil oldin oyog'im og'ridi. Yurishga qiynaldim. Oqim doktorgacha ko'rsatdilar. Olib borganlarida artroz, ikkita suyak orasida artroz chiqdi, tizan orasida suyuqlik yo'qolishi. Chiqdi. Davolatdilar, ancha davolatdilar. Hattoki Andijon viloyatiga ham olib borib keldilar. Effekti bo'lmadi. Og'riq kuchaydi. 2 soat, kuniga 2 soat yursunga bo'ldi. Effekt bo'lmadi. Bir kun shuni tiklab o'tirib, internetga tiklab o'tirib bu chiqdi. Tavakkal telefon qildim. Dildoraxon oldida mana shunaqa opa deb hammasini imkoniyat qilib aksiyaga tushirib berdi. Xudo xolasa bu yaxshi bo'ladi opa dedi. Xo'p dedim, oldim. Tavakkal qo'limga yetib keldi. Bir kunda yetib kelar ekan. Ha, albatta. Dastlabki juda ham tez. Zakaz qildim. Bir kunda yetib keldi. O'ta tez yetib keldi. Afiya kompleksi iste'mol qilishingizdan oldingi mana 2 yil bo'ldi dedingiz-ku, 2 yil qanaqa holatlar bo'ldi? O'zingizdagi og'riqlar, bu narsalarni nimaga so'rashimiz sababi kuzatuvchilarimizda ham bo'ladi bunaqa holat. Aynan artroz kasalligi hozirgi oxirgi 3 yil, 4 yil juda ham ko'payib ketgandi. Bu narsada o'zingizda bo'lgan holatlar, ya'ni og'riqlar qanaqa bo'lgan? Mana agent bo'lib ishlayman dedingiz, agentlar tushunishim bo'yicha juda ham ko'p yurishadi. Ko'p yuradi, to'g'ri. Kuniga juda ham ko'p yurishadi. Og'riq, zinadan tushib chiqishdagi qiyinchiliklar, kechqurun uxlashdagi muammolar, shular haqida qisqacha ham xolasingiz to'liqroq qilib ma'lumot bersangiz, bu yaxshiroq bo'lardi. Xo'p, og'riqqa kelsak, og'riq o'ta qattiq og'riydi tizada. Shu darajada og'riydi-ku, bitta narsa totib olayotgandek bo'ladi. Zinani 1 etaj, 2 etaj zinani ko'rsangiz, o'sha sizga xuddi tog' ko'rinadi. Tushib chiqish o'ta qattiq holat. Uni qotib qolgan narsani yumshatayotgandek bo'ladi. Kechasi og'riq bo'ladi, uzatsangiz ham, yig'sangiz ham og'riydi. Tashqariga chiqadigan bo'lsangiz, yo o'tira olmaysiz, yo tura olmaysiz. Ash holatda bo'ladi. Xotirjam mash holatda ham o'tira olmasdim. Ha, bunaqa holatda ham o'tirish yo'q. Yo'q, o'tirmasdim. Bunaqa holatda xotirjam o'tira olmasdim. Divanga o'tirardim. O'tirib turganimdan keyin, misol mashinada 1 soat, 2 soat o'tirib qolsam, turib yurib keta olmasdim. 10 minutdan keyin sekin yurib ketardim. 10 minutlar. Ha. Hozirgi holatim ancha yaxshi. Ancha yaxshi. Andijonga borib ham lichina qildim, o'zimizda lichina qildim dedingiz. Qanaqa lichinalar qildingiz? Andijonga bordik, bo'g'im orasiga ukol dedi. Men qildirmadim. Bu yerda mutaxassisga ko'rsatdik, ukol dori qilib berdi. Hop, endi dorilarni, nazначениyalarni yozib berdi, oldim, ichdim dorilarni. Davolandim.
og'riq pasaymadi. Pasaydi, ma'lum vaqtga pasaydi xolos. Ma'lum vaqtga. Ha, ma'lum vaqtga pasaydi. Operatsiya deyishdimi, deyishmadimi? Xo'p, agar больницада yotib davolanmasa dedi, operatsiyaga moyil bo'lib qoladi 5 yil ichida dedi. Hozir shu gap 2 yil bo'ldi. Shu gapga 2 yil bo'ldi. 2 yil bo'ldi. Ikkita tizada bo'lganmi, bittasida? Oldin bitta tizada bo'lgan. Ha, bitta tizada bo'lib, buni olishimdan oldin bitta tizada bo'lib, ikkinchi tizaga o'tishga arafasida bo'lgan. Buni 8 oy ichganimdan keyin tizada og'riq yo'qolgan. Orada men 4 oy 5 oy tashab qo'ydim. Ha, yana perrif bo'lgan. Ha, orada perrif bo'lib, nimaga men o'zim sinadim, holat mana tizamdagi qanaqadir kuchayib ketdi, ikkinchi tizamdagi. O'ng tizamdagi yo'q joyda ikkinchi tizamdagi bo'lib ketdi. Yana telefon qilib oldim. Hozir mana 2 oyligini ichdim. Ancha yaxshiman. Ancha yaxshisiz. Ha, yaxshiman. Kechasi uxlayapman. Boshqa tabiiy mahsulotlar ham ichdingizmi? Yo'q. Boshqa tabiiy mahsulot ichmadingiz. Shundan boshqasini ichmadingiz Yo'q, demak. ichmadim. Og'riq qoldiradigan ham kam ichdim hatto. Doktorlarimiz yozib bergan kurs lechenlarni, ukol, kapelnitsalar yotib davolandingizmi, yo'q? Yo'q, qatnab davolandim. Qatnab davolandingiz. Qatnab davolandim. Yotib davolangan endi menda imkon ko'tarmaydi. O'zi tizada suyak yemirilishi asosan o'zi 3-4 stependagi ikkinchi tarafiga o'tadi. Demak, sizda o'zi bir tarafingizda 3-4 stepen bo'lgan, buni ichishingizdan oldin, boshlaganingizda o'zi bu yoqqa ko'chib bo'lgan. Keyinchalikka bu yoqni tuzatgandan keyin ikkinchi tarafda og'riq boshlandi. Boshlangan. O'shanaqa. Dildoraxon ham xuddi shunaqa dedi. Mana shunaqa holat opa, sizda o'zi bag'ga o'tishi boshlagan. E'tibor bermasangiz qo'l, oyoq bo'lno bo'ladi, dedi. Rahmat, o'sha qiz ham tinchini sog' bo'lsa, olishimga sababchi bo'ldi avvalambor. Avvalambor albatta. Sababchi bo'ldi, buni iste'mol qildim, og'riq kuchaydi. Iste'mol qilayotganimda ham og'riq kuchaydi. 15 kun boshida 15 kun iste'mol qilayotganimda og'riq o'ta kuchaydi. Kuchayganda telefon qildim mutaxassisga, mana shunaqa holat. Aytsam, opa, kuchaytiradi, og'riq olib chiqadi, xavotir olmang bundan. Keyingi effektini ko'ringsiz dedi. 15 kundan keyin o'sha og'riq pasayishni boshladi. Ha, 15 kundan keyin pasayib. 15 kundan keyin pasayishni boshladi. Effekti yaxshi berdi. 15 kundan keyingi holatda necha kunda og'riqlaringiz deylik 20 o'zingizga yoqadigan darajada pasayib, 20 harakatlaringiz yengillashdi. 20 kun. 20 kun. Demak, o'rtacha hisobda 35 kunda sizning natijalar yaxshi bo'lgan. Hozir menda mashindan bitta nimadagisi qoldi, flakondagisi qoldi. Bitta flakondagisi qoldi. Hozir menda og'riq ancha yaxshi. Ancha yaxshi. Ancha yaxshi. Hozir chap tarafimda boshlanganda, chap tarafda yo'qolib, hozir o'ng tarafda muammo. Endi o'ng tarafdagi uchini iste'mol qilyapsiz, og'riq pasaygan. Harakatlaringiz yengil. Hali ham ishlayapsizmi agentda? Hali ham ishlayman. Ko'chalarda qanday bo'lyapti? Qiynalish oldingidan. Oldingidan endi yaxshi. Xudoga shukr. Xudoga shukr. Alloh rizqimizni beribdi, yetkazibdi. Rizqimizni terib yuribmiz. Xayrli bo'lsin, Xudo xohlasa. Aytganingiz kelsin. Mahsulotni iste'mol qilganingizda, mana hozir gapingiz boshida bo'lib qo'ydim amazgina, uyqularim ham yaxshilandi dedingiz, kechalari xotirjamlik bo'lib qoldi dedingiz. Qanaqa yana qo'shimcha bo'g'imingizdan tashqari yana qaysi taraflari sizga foydali bo'ldi? Pochkaga berdi. Pochkaga? O'ta ko'p yugurt sidirdi bu. Chunki men ko'p bormasdim. Ertalab kirgan bo'yin, kechqurun kirardim. Bu o'ta ko'p borg'izdi. Buni ham so'radim. So'rasam mutaxassis aytdiki, qaytingizda muammo bo'lsa, misol pochkada muammo bo'lsa, ta'sir bo'ladi, opa, xavotir olmang dedi. Lekin menga yaxshi bo'ldi. Bo'g'imdagi ishlar qaytdi. Oyog'im shishib ketganda bo'g'im ishi qaytdi, yaxshi lekin. Yaxshi. Uyqular ham normallashdi. Ha, og'riqqa uyg'onib ketardim. Og'riqqa. Og'riqqa uyg'onib ketardim. Og'riqqa uyg'onib ketib, oyog'imga yig'sam ham og'ritdi, uzatsam ham og'ritdi. Bitta narsa ko'tarib olsam ham og'ritdi. Ash holat edi. Oyog'im mana qilib ushlab mashina bo'ladi. Hozir demak yaxshi. Kechalar uyqu. Ertalab uyqudan uyg'onganingizda qanaqa holat bo'lyapti? Xo'p, iste'mol qilayotganimda boshda yaqindagisi iste'mol qilganimda og'riq bo'lib, g'alati og'riqda xuddi toyoq ustiga tiralib turganga o'xshardi. Ammo hozirgi holati ancha yaxshi, yengil. Yengil. Ha, ancha yengil. Xayrli. Turishim, hali yurib ketishim, yugurib keta olmayman, to'g'ri, nimasi bor, ozgina effekti bor, hali nimasi bor. Endi bitta ikkita qadam tashlab olgunimcha ham baribir yaxshi.
Yaxshi. Ha, Demak, hali oldingiga kurschilarni nisbatan. o'zi tugatmagansiz, Yo'q, endi boshladim tugatmadim. dedingiz. Ha. Ikkinchi tomonimga endi boshladim, 2 oy bo'ldi Endi boshladim. 2 oy bo'ldi. Xudo xolisa uni ham davomiy qilib Bir to'liq tomoniga sog'ayguncha. aytganingiz kelsa, bir tomoniga 8 oy bo'ldi, to'liq yaxshi bo'lib ketdi. Allohga shukr. 8 oyda to'laqonli yaxshi. Yaxshi. Chap taraf bezovta qilmaydi. Bezovta qilmaydi. Hozir buni o'ng taraf oyog'ingiz uchun iste'mol qilayotganingizga 2 oy bo'ldi. 2 oy bo'ldi. Yana 4 oyligim bor. Yana 4 oyligingiz bor. Xudo xolisa, inshaalloh. Bundan ham yaxshi bo'ladi, duo qilamiz. Aytganingiz kelsin. Hech qachon kasal bo'lmang. Aytganingiz kelsin. Sizlar ham Bizni kuzatib turgan bemorlarimiz bo'lsa, kadr ortida bizni sahifamizni muntazam kuzatadiganlar bo'lsa ham, ular ham kasal bo'lishmasin deb hamisha duo qilamiz. duo qilamiz. Xudo Hech kim xohlasa. kasal bo'lmasin, hech kim oyoq og'rimasin. Inshaalloh, Xudo xohlasa. Aytganingiz kelsin. Kompaniyamizdan ko'nglingiz to'qmi? Ko'nglim to'q. Mahsulotimizdan ko'nglingiz to'qsa, rozisiz? Mahsulotdan roziman. Alloh xayrli Yaxshi. bo'lsin. So'raganman. Ichidagi halol emas, nima qo'shilgan, qo'shilmagan. Hattoki flakonni ochib ham ko'rganman. Ichidagini ochib ko'rganman. Buni o'zingiz internetda qarayotganingizda chiqqanmi yoki bu kim tavsiya qilganmi? Yo'q, buni o'zim internetda prosta mani ishim telefon orqali-da, internet orqali. Internetda titkilab o'tirsam, bu chiqdi, bo'g'ilmayligi og'rig'i bor edi, yaxshilandi dedi. Saytga kirsam bu chiqdi. Keyin o'sha aloqaga kirib, o'sha aksiya dedi, aksiyaga tushdingiz dedi. Qani nima ekan dedim. Bunga qiziqdim, qiziqib turib undan keyin tavakkal. Zo'ra meni ham oyog'im yaxshi bo'lib ketsa deb tavakkal oldim. Allohdan shifo so'rab. Boshida akam ham qarshi bo'ldilar. Akam borlar. Qarshi bo'ldilar. Uka nima qilasiz? Qo'ying. Yaxshilanib ketar, xudodan bo'ladi dedilar. Tavakkal aka, keling desam, mayli dedilar. Pul berdilar, oldik, xudo xolasa. Xayrli bo'lgan ekan, Yaxshi sabab bo'ldi, bo'lgan ekan. sabab. Avvalambor shifoni Alloh beradi. Xudo beradi. faqat avval. sababchi. Sababchi, bir kishi sababchi. Xudo xolisa. beradi. Ko'nglingiz to'q bo'lsa, kompaniyamizdan rozi bo'lsangiz bo'ldi. Mutaxassislarimiz bilan gaplashib turibsizmi hali ham? Gaplashib turibman. Telefon qilib turishadi. Xabar olib turishadimi? Avval kuni ham qilishdi. Xayrli bo'lsa, xayrli Telefon bo'lsin. qilib turishadi, tuzukmisiz deyishadi. Dildora har kuni telefon qilardi. Ha, Opa nima gap, tuzukmisiz? Kremi keldi. Jo'nataymi? Bulisi keldi. Jo'nataymi? U yaxshi qizlar. xayrli bo'lsin. Ko'nglingiz to'q bo'lsa, bizdan Ko'nglim rozi to'q. bo'lsangiz, Roziman. bo'ldi. Injiniya Shuni o'zi sog' yetarli. bo'lsin. Chunki bizni jamoamiz uchun ham har bitta bemorimiz qadrli. Salomatligiga qayta tiklanish uchun xursand bo'lamiz. Shunga Injiniya sababchi sog' bo'lgan bo'lsak, hissamizni qo'shgan bo'lsak, shuni o'zi kifoya. Tenjanini sog' bo'lsin, ishingni bardavom bo'lsin. Inshaalloh aytganingiz kelsin. Barakasini bersin, bundan ham xohlasa. olg'a bosaveringlar. Xudo xohlasa Doimo inshaalloh yaxshi bo'lsin. aytganingiz kelsin. Ikkilanayotganlar uchun, ya'ni shu mahsulotimizni iste'mol qilishga ikkilanib, hali ham mana sizga o'xshagan bemorlarimiz bilan juda ko'p suhbat qurib qo'yamiz uni internet sahifamizga. Hali hamon ikkilanayotganligi nima degan bo'lardingiz? Xo'p, buni kuzatib turaman men. Ikkilanishlarni, bu yolg'on, pulini oladi deganni ko'raman, o'qiyman. Yolg'on emas, men iste'mol qildim deyman. Ba'zi birlar o'ylashi mumkin, bu o'zini odami. Yo o'zi chiqqan, pul bergan, ayttirgan deyish ehtimoli bor-da hozir odamlarda. Bu narsa bo'ladi. Yo'q, unaqa emas. Ikkilanayotganlarga ikkilanishni aytmayman. Ikkilanmas u hech qachon. Chunki tavakkal qilsa, o'zini sog'lig'iga yaxshi. O'zini sog'lig'i yaxshi bo'lib ketadi, tavakkal qilsin faqat. Xudo xohlasa. Ikkilanmasin, xudo xohlasa. Bundan yana bir kunisi singlim ham keldilar. Da? Aytdilarki, "Sani nomeringni" dedilar. "Uka, siz nomeringizni bir kishiga berdim" dedilar. Nimaga desam, "Xasida yurar ekan, yura olmas ekan, siz tengqur ekan" dedilar. U xotin bilan bog'landik. Bog'landikda Dildoraxon nomerlarini berdim. Boshida u xotin telefon qilaverdi, og'ritdi, effekti bo'lmadi dedi. Keyiniga tinchib qoldi. Bilsak unga ham ta'sir qilibdi. Bilganimizda. Ularga ham ancha ta'sir qilib, ancha yurib qolibdilar. Xayrli bo'lsin. Mana shu holat. Hech kim tavsiyasiz o'zim tavakkal qilib nima qildim? Ikkilanganligi, ikkilanmasin hech qachon. Hech qachon ikkilanmasin, hammasi Allohdan, hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo xohlasa, xudo xohlasa. Sizga ham rahmat kattakon. Hech qachon kasal bo'lmang. Hamisha sog'lom bo'lib yurishingizni duo qilib Xudodan so'rab qolamiz. Endi bitta chiroyli duo qilib berasiz. Inshaalloh shu bilan suhbatni yakunlaymiz. Xudo xohlasa. Mayli, Tenja. Amin.
Avvalo kelgan enaga kattakon rahmat, qadam yetdi balo yetmasin kelgan enaga hasanot. Ilohim doim olg'a bosaversin, ishlaringni olg'a bossin. Yuzingni yorug' bo'lsin, el yuzida yuzingni yorug' bo'lsin elni oldida. Xudoyim barakanini berib, doim mana shunaqa safarlardan kelaveringlar. Bundan keyin oshlarni qilib kutib olaylik, kelaveringlar. Bolalaringni orzu havasini ko'ringlar. Jamiki bemorlarga Alloh o'zi shifo bersin. Uni qatorida shu bizga ham shifo bersin. Ham hammamiz birgalashib umralarga, hajlarga boshlaylik. Nasib ro'za aylasin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Rahmatga rahmon rahim. Ikki dunyo azobingdan o'zi asragan, qabr azobingdan o'zi asragan. Alloh akbar. Rahmat Kelganingizni yo'qmasdan. katta rahmat. Xo'p deganingizga suhbatlashishga, xo'p deganingizga mehmon do'stligingiz uchun alohida rahmat. Bemalol. Mana hurmatli kuzatuvchilarimiz, o'zingiz guvohi bo'lganingizdek, Nargiza opamizdagi o'zlarida bo'lgan to'laqonli natijalar bilan biz bilan baham ko'rdilar. Bu sizlar uchun ham manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Agar mahsulotga qiziqayotgan bo'lsangiz, sizda ham bo'g'in kasalligi bo'lsa, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing va bepul konsultatsiya oling mutaxassislarimizdan. Afiya kompleks, tabiiy tarkib, mukammal yechim. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.